dinimizchalik yetimparvarlikni targ'ib qilgan bo'lmasa kerak. Islom dini yetimparvarlikni targ'ib qilgan deydi. Xosatan ana shu Xudoyberdidan tortib hamma ukalarimizga, singillarimizga aytamanki, Payg'ambar alayhisalomni taniysizlar, a? Payg'ambar alayhisalom yetim bo'lganda, ya'ni otasi vafot etganda onasining qornida 2 oylik bo'lgan. 6 yoshlarida onasi vafot etganlar. Bo'ldi, 6 yoshdan yog'iga Payg'ambar alayhisalom yetim bo'lib o'sganlar. Qo'y boqqanlar, tijorat qilganlar. Shuning uchun sizlar zarracha ham chekmanglar nimaga? Inshaalloh qiyomatda Payg'ambar alayhisalom bilan birga bo'lasizlar. Payg'ambar alayhisalom yetimni yaxshi ko'rardilar. Yetimni o'zlari yetim bo'lib o'sganliklari uchun kim yetimni peshonasidan tortib Allohning roziligi uchun silasa, qarang, faqat silasa, yaxshilik qilsa, uy-joy emas. Shunchaki yetimni peshonasidan silasa, qo'l ostida nechta soch tolasi o'tsa, shuncha gunoh kechiriladi va shuncha savob yoziladi.